Hammaga salom. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumot berishicha, so'nggi 30 yilda jahon mamlakatlarida sigareta chekish darajasi 30% ga qisqargan. Ammo sigareta chekishning xunuk oqibatlari hali hamon insoniyat taqdiriga xavf solib turadi. Ayni kunda sayyoramizda 1 milliarddan ziyod odamlar bu xunuk odatga o'rganib qolishgan. 2 daqiqa orasida yer yuzi bo'ylab 20 million dona sigareta sotiladi. Bu esa bir kunda jahonda 15 milliard dona sigareta sotilishini isbotlaydi. Garvard tibbiyot maktabi olimlari chekish genlar faolligiga uzoq muddatli o'zgarishlarga sabab bo'lishini aniqlashdi. Genlar 16 ming kishida metillashtirish jarayonlari metil guruhining DNKga qo'shilishini o'rganib, shunday xulosaga kelishdi. Mutaxassislar 1971-yilga qadar o'tkazilgan turli tadqiqot ishtirokchilarining qon namunalarini tahlil qilib chiqishdi. Ma'lum bo'lishicha, aksariyat chekuvchilarda yurak kasalliklari va saraton bezlari hosil bo'lishi bilan bog'liq 7000 gen faolligiga ta'sir ko'rsatgan metillashtirishda o'zgarishlar kuzatilgan. Chekishni tashlaganlarda DNKning katta qismi taxminan 5 yildan so'ng me'yorga tushgan. Biroq genga aloqador o'zgarishlar 30 yil davomida saqlanib qolgan. Olimlarning so'zlariga ko'ra, bu tadqiqot natijalari chekuvchi kishilarda hattoki o'nlab yillar o'tsa ham saratonning ba'zi turlari, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va insult kabi kasalliklarning rivojlanish xavfi saqlanib qolishini ko'rsatdi. Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Sigareta o'pkaning chirishi, og'iz va tomoq bo'shlig'idagi hujayra to'qimalarining ishdan chiqishi, jinsiy zaiflik, tishlarning to'kilishi, ko'rish qobiliyatining pasayib ketishi, yurak qon tomir tizimidagi shikastlanishlar, oshqozon ichak kasalliklari, qandli diabet xastaligiga chalinish xavfining ortishi va boshqa kasalliklarning muallifidir. Tamaki chekishni tashlash mumkin. Buning uchun kishida kuchli iroda bo'lishi kerak. To'g'ri, chekishni tashlagan kishi dastlabki kunlarda ancha qiynaladi. Yo'tal tutishi, holsizlanishi, kayfiyati yomonlashishi mumkin. Ammo bu hol tez kunlarda o'tib ketadi. O'z salomatligini o'ylagan kishi tamaki chekishni tashlagani ma'qul. Sigaretni tashlash sizning ham qo'lingizdan keladi. Ha, aynan sizning. Aziz do'stim, bugundan boshlab zararli odatingizni tashlang. Atrofga bir boqing. Qanchadan qancha insonlar sog'lom hayot kechirishmoqda. Siz ham ularning qatoriga qo'shiling. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.